Assalomu alaykum. Sizlar bilan Apple haftalik dayjesti. Xitoyda narxi iPhone narxidek bo'lgan birinchi odamsimon mini robot yaratildi. Nvidia koinotda ma'lumotlar markazini quradi. YouTube platformasi avtomatik ravishda eski videolar sifatini 1080 pikselgacha yaxshilaydi. Xitoyda narxi iPhone narxidek bo'lgan birinchi odamsimon robot chiqarildi. Bumi roboti hozirda $1400 dan sotilmoqda. Bumi bo'yi 94 sm bo'lib, og'irligi 12 kg. Ikki oyoqda yuradi, raqsga tushadi va buyruqlarga javob beradi. Uni har xil vazifalarni bajarishga dasturlash mumkin. Uyni tozalaydi, paypoqlaringizni yig'adi yoki ishdagi og'ir kundan keyin siz uchun tetonik raqsga tushib beradi. Odamsimon robotlar dunyosida bu haqiqiy inqilob. Ilgari bunday pulga faqat noutbuk yoki smartfon sotib olish mumkin edi. Nvidia koinotda ma'lumotlar markazini quradi. Birinchi sun'iy yo'ldosh noyabr oyida uchiriladi. G'oya bo'yicha orbital serverlar ulkan quyosh paneli bilan quvvatlantiriladi. Serverlarni sovutishda vakuumdan foydalanadi va boshqa sovutish tizimlaridan samaraliroq sovutiladi. Bu bilan katta miqdorda suv ham tejaladi. Loyiha Amerikaning StarCloud startapi bilan hamkorlikda ishlab chiqilmoqda. Birinchi mijozlardan biri bu Google'dir. Kosmik serverda birinchi bo'lib ularning Gemma sun'iy intellekt modeli ishga tushiriladi. YouTube platformasi eski videolar sifatini avtomatik ravishda 1080 pikselgacha yaxshilaydi. Hattoki 144 yoki 240 pikselgacha bo'lgan videolarni ham. Bu funksiya Full HD dan past sifatdagi barcha videolarga qo'llaniladigan maxsus o'qitilgan sun'iy intellekt algoritmi asosida ishlaydi. Sifati yaxshilangandan so'ng videolar Super Resolution belgisini oladi va agar xohlashsa, mualliflar bu funksiyani o'chirib qo'yishlari mumkin. Kelajakda videolar sifati 4K gacha oshirish rejalashtirilgan. Shu kabi bilimlarni bizning kompyuter savodxonligi + AI kursimizda o'rganishingiz mumkin. Kursga qatnashish uchun hoziroq ro'yxatdan o'ting.